Bu karambit pichog'i va klassikada ham, lobbida ham, profilda ham, buyoqda ham, hatto battleda ham mana shunaqangi animasiyalarni qilib turadi. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib turing va buni qanday oladi va buni plyus tomonlarini gapirib o'taman. Birinchi plyus tarafi boya sanab o'tganlarim. Yana bir plyus tarafi uronning kuchliligi, bittada nok va yana bittada dabit. Kelchati esa alohida tema va buni xohlasangiz sotib olishingiz, xohlasangiz sotib yuborishingiz mumkin va bu pichoq faqat klassika uchun amal qiladi. Bu karambit pichog'ini siz olishingiz uchun mana shu karta sizda bo'lishi kerak. Afsuski, bu karta juda ham kam odamga tushadi. Va sizda ikkinchi yo'l bor, ya'ni kartani sotib olish. Buning narxi qo'llarda turli xil, kimdadir arzon, kimdadir esa qimmat. Arzon esa aldanishingiz 50-50. Aldanmaslik uchun bitta yechim